Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sabr bobimizda 27-chi masalan hadisga kelganmiz. Shu 27-chi hadisni bugun inshaalloh sizlarga o'qib aytamiz. Va an Abi Yahya Suhayb ibn Sanon radhiyallohu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abi Yahya Suhayb ibn Sanon aytadilar, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu xayr. Ajab. Bu mo'min odamning ishiga ajab. Ya'ni biz ham ajabni ajab deymiz. Ya'ni ajab bo'lishlik, ya'ni bu odam taajjub qiladigan bir muhim ishni aytadi. Shu mo'min odamning ishiga ajab. Ki albatta uni hamma ishi xayr. Haqiqatda mo'min odam agar Qur'onga, sunnatga muvofiq amal qiladigan bo'lsa, boshdan oyoq hammasi xayr. Hech qanday masalan gunoh yo'q. Gunohdan o'zini tiyadi, ma'siyat qilmaydi. Doiman xayrga, doiman musibat yetsa sabrga, doiman o'zini shu oyat hadisga muvofiq hayotini kechiradi. Bu hamma holati xayrdir dedilar. Valaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Bu hech kimda, dunyoda hech kimga bunaqa nasib qilmaydi. Bunaqa hech kimga yo'q, magar mo'minda bor. Va in asobathu sarra'u shakara. Agar sarro ya'ni surur, xursandlik yetadigan bo'lsa, Alloh taolo unga bir ne'mat bersa, yo bola bersa, yo mol bersa, yo mashina bersa, shunday Alloh taolo unga bir ne'matini beradigan bo'lsa, xursand bo'ladigan bo'lsa, u nima qiladi? Alhamdulillah deydi. Shukr qiladi u. Alloh taoloning bergan ne'matlariga shukr qiladi. Va kana khayran lahu. Uning uchun juda katta bir ne'mat. Vaqtiki shukr qilgandan keyin Alloh taolo va in shakartum la azidannakum. Allohning bergan ne'matlariga agar shukr qiladigan bo'lsalaring, men sizlarga ziyoda qilaman deyapti. Xo'p, va in asobathu zarro'a sabara. Agar bir zarar yetdi, bir musibat yetdi, bir zarar yetadigan bo'lsa, u mo'min nima qiladi? Sabr qiladi. Va kana khayran lahu. Bu ham uning uchun xayr. Ya'ni surur, xursandchilik kelsin, unga xafachilik kelsin. U har holatida bo'lsa, Allohga shukr qiladi. Allohga masalan sabr qiladi. Ne'matiga shukr qiladi, musibatiga sabr qiladi. Ana shunday mo'minga bu katta bir ne'mat, boshqa hech kimga bu berilgan emas. Shuning uchun Alloh taolo bizlar ham Allohning hamma bergan ne'matlariga shukr qilishligimizni Alloh nasib qilsin. Hamma musibatlarga bo'lsa sabr qilishligimizni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Va an Anas roziyallohu anhu qala lamma ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يتغشاه الكرب. Xo'p, Anas roziyallohu anhu aytadilarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga sakaroti maut, ya'ni kasal bo'ldilar. Shu kasalliklari juda ham og'ir bo'ldi. Shu vaqtida sakaroti maut, ya'ni o'limni talvasasi, o'limni qattiqligi, karabi, ya'ni qattiqligi juda ham boshqa insonlarga qaraganda payg'ambarlarga Alloh taoloning qattiq masalan imtihoni keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam shu paytda juda ham istimo olib, juda ham behush bo'lib, qiynalgan holatda Fatima Zahro aytdilar. Faqolat Fatimatu radhiyallohu anha. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qizlari Fatima Zahro aytdilar. Nima dedilar? Akarba abato, qanday qattiq masalan sahv bo'ldi sizga bu jon berishlik, bunaqa bir holat sizga juda ham, ey otajon, sizga juda ham qattiq bo'ldi, juda qattiqlik, juda azob tortyapsiz deb shunday dedilar. Shunda faqol payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, laysa ala abika karbun ba'dal yawm. Bugundan keyin endi otangga bunaqa qiyinchilik bo'lmaydi. Bu oxirgi masalan qiyinchiligi dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam
bugundan keyin endi otangga bunaqa qiyinchilik bo'lmaydi dedilar. Falamma mota Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam vafot qildilar. Shu holatlarida vafot qilgan paytlarida qolat Fatima Zahra aytdilar: "Ya abata ajaba Rabban daa." Siz Allohni chaqirig'ini labbayka deb javob berdingiz. Ey otajon, siz Alloh chaqirdi, sizni chaqirig'ini xo'p deb javob berdingiz dedilar. Ya abata jannatul firdavsi ma'va. Sizni ma'voyi, sizni joyingiz jannati firdavs. Alloh tabaraka taolo sizni joyingizni jannati firdavs deb qo'ygan. Ey otajon dedilar. Ya abata ila Jibrailin an'a. Ey otajon, Jabroil kelsa endi men sizni dunyodan o'tdilar, otam dunyodan ketdilar deb xabarini beraman dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tgan holatlarida mana shunday Fatima Zahro oldilarida turganlar. Falamma dufina, vaqtiki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'sha o'tgan joylarda qabr qilib kovlashdilar, shu qabrga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni dafn qilishdilar. Shu holatda qolat Fatima, qizlari Fatima Zahro aytdilar: "Atobat anfusakum an tuhsu ala rasulillahi turab." Sizlarda nafslaring qanday qo'ydi? Payg'ambarni yerni tagiga qo'yib tepasiga turpoq tortishdiki, qanday nafslaring chidadi, qanday sizlar shunday qildilar deb Fatima Zahro otalariga yuraklari achishib, shu yig'ilib shunday nima qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni vafotlari Fatima Zahroga juda ham bir qattiq musibat edi. Shuning uchun bunday kalimalarni aytib hammaga masalan ibrat bo'ladigan, bizni ham bu holatda sabr qarang. Payg'ambarning qizlari Fatima Zahro otalari vaqtiki dunyodan o'tadigan bo'lsa, sochlarini yulmadilar, yuzlarini yulmadilar, dod faryod qilmadilar, faqat shu kalimalarni aytdilar. Bu siz bilan bizga qiyomatgacha ibrat. Fatima Zahroni bu holatlari siz bilan bizga ibrat bo'lish kerak. Alloh tabaraka taolo shu musibatlarda sabr qilishlik, mana shu Fatima Zahrodan ibrat olishimiz kerak, bizga usva bo'lar. Qiyomat kunigacha siz bilan bizga Fatima Zahro usva. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam usvalar. Ya'ni ibrat olishimiz kerak bularning hayotidan, bularning so'zlaridan, bularning gaplaridan, bularning axloqlaridan, odoblaridan. Bizga Alloh tabaraka taolo bularni hayotlarini bizni zindaligimizga, bizni hayot kechirishligimizda bulardan ibrat olishligimiz uchun Alloh taolo bularni chiqarib qo'ygan. Alloh tabaraka taolo hammamizga shunaqa musibatda sabr qilishligimizni Alloh hammamizga nasib qilsin. Va oxiri davona alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.